fındık güdekte dostlarga fındık güdekte dostlarga fındık güdekte. Assalamu alaykum qadrli tomoshabin do'stlar, Guldas programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizning mazmunlarini mundaq o'rinlashtirdik. Buloq sahifasida atoqli shoir Ro'zi Said hayotining oxirgi kunlarini xotira sifatida ishlangan maxsus filmni diqqatingizga sunamiz. Yulduz sahifasida bo'lsa, shoir Ro'zi Saidning Ona tilim nomli she'ri huzuringlarda bo'ladi. Oxirida Uyg'ur chalg'ularining biri bo'lgan Ballamanni tanishtiramiz. Yoqtirib kelgaysizlar. Ro'zi Said. Ey xalq shoiri, dehqon kuychisi, Uyg'urlarning ajoyib o't yurak o'g'loni. Biz siz bilan Şinjan televiziyasining gulzorlig'i bo'lgan Guldasta qo'ynida, Suzuk buloq bo'yida xo'shlashishga ko'zimiz qiymagan asosda asra bo'lib o'tiribmiz. Hayotingizning oxirgi mezgillaridagi o'chmas xotiralar orqali bizga ruhiy madad berganligingizga to'liq ishonamiz. Siz azaldan dunyoda qurbon bermay, jon og'ritmay, mushaqqatsiz yashag'ili bo'lmaydi. Hayat tamamen gülgü pürkengen bostanlık emas degan aqliya so'zga amal qilib keldiniz. Siz her sekund, her minut, her saat degudek jiningizga ekak saldingiz. Jafo chekdingiz. Qurbon berdingiz. Elning g'emini o'z g'emingiz deb qaradingiz. Yeşillikka pürkengen dalalarda, kengri ketken itizliklarda, rizqini izlab ketman chebivatgan dehqonlarni do'st tutdingiz. Ularning tinig'ini yedladingiz, tarini surtdingiz, yuragini tinchidingiz. Siz
ismi cismingizga loyiq emgakchi edingiz. 17 yil Xotan dehqonchiligining hech qandoq va hech yerda ko'rilmagan ig'ir emgaklarini boshdan kechirgan emgakchi edingiz. Keyingi kunlarda teg'i hech kim tugatmagan g'oyat zo'r miqdorliq aqliy emgaklarni o'rindigan Xotan dehqonlarining yig'isiga yig'lab, shodlig'iga kulgan emgakchi edingiz. Uyghur demekmenizi dehqon demek deb düşünmem. Nima ish qiladi desa, bizni hozir ham 7 milliondan ko'proq 800 million atrofidagi nüfuslar millet deydi ekanmiz. Bizde dünyanın her qanday yeriga o'xshamaydigan bir xil yurt qarashi, yurtini suydigan, biz etrafini, ailesini yaxshi ko'radigan ishlar bir ang bor. 90 yillardan boshlab izchil dehqonlar hayoti haqida narsa yozib keldim. Daryolar abadiy oqadi. Qumlar ko'chidi. Tağlar qaddini ko'taradi. Jahonda mangu qimmatini yo'qotmaydigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu samimiy do'stlik, mehr muhabbat va izzat hurmat. Siz shafqat umrini daryo iqillardan, tog' edirlardan uzun bo'ladi deb qarab keldingiz. Sizning qalbingiz, izzat hurmatingiz, mehr muhabbatingizning buyuk rishtisi xalqimizga, zamondosh, taqdirdosh, qalamdoshlaringizga mahkam bog'langan edi. Siz ajdodlarning izini davomlashtirguchi, avlodlarga iz qoldirguchi bo'ldingiz. Sizning qalbingiz mehribon quyoshga o'xshash, yiroq yaqinlardagi do'st o'qirmanlaringizning qalbini illatqashqa, siz betob bo'lib yetib qolganingizda, ular sizning o'ruq, lekin zabardast jismingizni gullakib purkidi. Sizga tasalli berdi. Sizga umid optivi ato qildi. Eng izgu tilaklarni tilashdi. Bu umid tilaklar, orzu armonlar, ig'ir tinishlar, yuraklarning qat-qetidan eqib chiqayotgan pok sevgi qonlari eqin bo'lib oqdi. Assalom do'st, yar jamoatga salom. Navbahor nuruz barovatga salom. Assalom didora omadga salom. Katta sorun yaxshi soatga salom. Sizning ruhiy jismingiz she'irdan putilgan edi. She'ir bilan mungda shoddingiz, she'ir bilan tushaytdingiz. O'zingizga xos she'ir olamida yashaydingiz. So'rinlarda, ma'rakalarda, etiz qirlarida, teraklik yo'llarda she'r o'qiydingiz, hatto bemorlik qarvatidimi she'r o'qigan edingiz. Uyg'ur gelimi, ey dilim, ayt, qaysi boston husni ruxsaringchi bor? Qaysi gül, gülşen julaliq rangda bir paringchi bor? Qay güzellik alimining nari didoringchi bor? Qaysi dilberning piroqi jilva o't noringchi bor? Kasb kamolatda digin kim Uyg'uring yoringchi bor? Uzluqing Uyg'ur dilining nur simasi uzluqi. Her tivit çuçan qalb osmonining yulduzluqi. Gül kanarang Tangritog'ning sovg'isi nuruzluqi. Rang buyoqla ahli ajdodning suti o'g'izluqi. Tasviri yurtning mujassamlikda gul zoringchi bor.
Siz daim xushxuy odam, kishilarning gulidir deb keldingiz. Siz xushchaqchaqlig'ingiz, kichik pe'illig'ingiz va hozir javoblig'ingiz bilan xalqimizning guliga aylangan edingiz. Kesalga pisand qilmadingiz, yig'ini kulgiga aylantirdingiz, o'limga parvo qilmadingiz. Yomurliq chaqchaqlaringiz bilan go'yoki Azroilni qizatib qo'ydingiz. Siz oldun dikensiniz valla semiz yaptık. Kötelip kalarken. Sizni yo'qlab kelgan hamma kishi o'zingiz chaqchaq qilib aytganingizdek 12 muqomning birinchi muqomi vaq ekanligingizni biladi. Sizmi biladingiz? Shundaqdimi chaqchaq qiladingiz? Mehmonlarni kulib qarshiladingiz, kulib xo'shlashdingiz. Ey dostlar, men hamon ölüp gittim. Ölüşni oylasam külüp gittimen. Dozaqqa tushsam dersizlar balkim. O'xshashqa uyagimga ko'nib ketaman. Tariximdagi eng birinchi chiqqan soldatning qulamda azroq batmışını Lenneki yazgıçı cemiyetin arxivxonasiga taqdim qildim deb. Bu qatim yig'in munosabati bilan Len rahbarligi kelibdi. Menga vakolatan yazgıçımız Nurmamat To'xtashini taqdim qilsa. Topshirasizlar. Rahmat. Mana shu saqlab qo'ygan qimmatli materiallarni mening shu tarix jurnali Yazgıçlar Cemiyeti'nin kütüphanesiga yetkizib berishimga havola qilib menga berdi. Men Abdunum rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasiga Yazgıçlar Cemiyeti va Tarix jurnali tahrir bo'limiga vakolatan Roza Saidga chin qalbimdan rahmat aytaman. Söyümlük şair. Siz dostluqni a'lo bilatdingiz. Do'stlaringizdan so'yinatdingiz, do'stlaringizni so'yindiratdingiz. Bellari do'ng'oq dehqonlarnimi, qo'llari qadoq ishchilarnimi, kapsiz o'moq bolalarnimi, vijdoni pok ziyolilarnimi, xalqchil rahbarlarnimi o'zingizga ejil omroq qilgan edingiz. Sizning 30 yildan beri adabiy ijodiyatda nayet nurg'un xizmatlar var. Mening xizmatimdagimi bir yordamchi sizning yozgan asarlari. Nayet suyib o'qiyman men siz yozgan she'rlarni, g'azallarni, dastonlarni. Yaqinda ham shuni bir toplamni nashr qilishni tashabbus qilgandim. Ama işlenip tüketti o yaxşı. Onun 6 kitap neşr öttü. 7-cisi mi tegdi. Onun bak. Ma 2 kitap Sının şiirleri bilen gazelleri ma ikisi neşrden çıktı. Ağalarım Akakıt neşrden çıktı. Kitaplar mübarek olsun. Bu hem de Şinjan Uygur Abdunum rayonundaki okurmenlerge pat arada tigidi bu. Yani silinin pat arada abdan sakıyıp Uygur edebiyatı gulzarıda yine tekimi çoğun nadir eserlerini izleyip yine davamlık töhfü kuşlarga çın kalbimden tilektaşlık bildirme. Ya burun emas ya kin emas xuddi Lushin efendi yozgan baxtileştiki o'xshash shonli ne dedik. Harpi kechisi kesal ulab. Balam talog'i chiqmagan bo'lsa bo'yab ketmadi deb kimni ko'rsa degandek menda og'riqib yotdim. Yaxshi bo'lib ketaman, Xudoyim bo'lsa. Qasriniki tilaklar bo'yicha
Ben şu kudretimden yetişçe halkımga, derning milletiga hizmet kılıman. Rahmet akaslığa. Rahmat degan so'z sizning yuragingizdan volqandek etilib chiqatdi. Siz faqat shu so'zni deyalaytdingiz. Shu so'zda nurg'un hikmatlar bor edi. Siz elga barkatlik, rahmatlik ish ato qilganligingiz uchun sizga javoban olqish, bahola, choshqu bo'lmoqda edi. Sayıp'nin icadetine olaylılığı halkına yakın, halkının köğüldeki yapılanı kalan. Son için her bir icadetini halkına söyleyip koydu. Endi bir şair deymiz, yazgıç deymiz. Endi o'zi binasi yezib, dehqonlarninki qalbiga kirishning o'zi intayin tez. Ziyolilarning qalbiga kirish mumkin. Lekin dehqonlar endi o'ziga loyiq bo'lgan tilda yozilgan asarlarni qabul qildi. Endi uzoqdan sindirniki birdan-bir desak bo'ladi. Dehqonlik ko'ngilga kirgan. Rusayit mushu xo'tan dehqonlari bilan taqdirdosh. Hem bununki butkul shu ömür keçmişimi, shu xo'tan dehqonlarining ömür keçmişine o'xshaydi. Rusayitning she'rlari mayli tematik jihatdan bo'lmasin, mayli shakl yoki uslub jihatdan bo'lmasin, an'anaviy izchillikni o'zida izchil holda saqlab kelayotgan she'riyat deb qarashga bildim. Rusayitning she'riyat tarixining o'zi izchil izlanish, agri-to'qay jarayonlarini bosgan bir xil jarayon deyishdi, bir xil bosqich. Ey xalq shoiri, yurt g'amchisi, sizning darmoningiz ketib, orminingiz qoldi. 2001-yili 9-oyning 8-kunidagi shum xabardan Tangri tog' yosh to'kdi. Yo'rinqosh, Zarafshon, Tuman, Torim, Ili daryolari to'lg'inib ketdi. Lekin sizning har bir misro she'ringiz bepoyon vatan tuprog'ida barq urib ko'klab mangu chechak oshqisi. Til aloqa quroli. Til qalbning aynigi. Til odamni, olamni bog'lab turgan zar rishta. Til xazina, til hikmat, til muhabbat ko'rigi. Til hayvonni insonga aylantirdi parvishda. Til nadonga pambirib, til zuvanga tambirib, hayotlikning obodi mehr topdi suyukda. Şuna her bir kavim için meyli küçük çoğun bolsun, ana tili, öz tili, şunca uluk, büyük de. Uygur tili, uvak til, Uygur tili, umak til. 800 milyon bulbulunun aşı tilda navası. Uygur tili küçük dil, ama tatlık küçük dil. Men şu tilinin şeydası, miras xori, əqdası. O ana til, anamga, anasıdın yadıkar. Men bu tilini ügengen zakamdaki çağladı. Aşu ana til bilen ovlap canan köңlini, paranlaşkan, sırdaşkan, almızarlık bağladı. Babam şu til bilen yürekimge piçirilap, vapadarlık, mertlikning mizanını bildirgen, oğlum kızım her günü tumuçukdek viçirlap, hayacanğı çömdürgen, muradımını küldürgen. Men şu anı til bilen, pervaz kılıp icatta, zimistanını lanetlep, tangı meniz yüz yaktım, külsü yurtum ten küldüm, el yıglısı yaş döktüm, billi köydüm otuda, sularıdı ten aktım. Men şu anı til bilen bağışladım baharını, gül çiçekki pürkengen çimellerini arılap, men külümen, kavmimni küldürümen kalemde,
tilg'i ungan haromshoh ko'taklarni poralab, yangi asr g'arbni keng ko'lamda ochmoqchi. Bu ichishdan diyorim kamish cho'qim javlonga, qatnashmasa ona til raqobatlik ichishga tasdi kelgan bu fursat yetalamdi armonga. Ey Tangritog' farzandi, uzun safar karvoni, siypimoqda manzingni tangning mayin sabosi, muhabbatlik bag'ashda kulib yayra, yangrasin 8 milyon shod dilning ona tilda navosi. Balaman Uyg'ur qadimki çalg'ularining biri bo'lib, faqat Xotan rayonida o'sadigan qumishdan yasaladi. Sirtqi shakli nayga o'xshabroq ketadi. Uzunligi 20 sm keladigan 7 to'shiklik o'limi çalg'u. Balaman asosan podichi çalg'usi bo'lib, azaldan qumliqda yashab kelgan xalqlarning shodlik qayg'usini aks ettirib kelgan. Uning ovozi larzon, yiqimli, o'ziga xos alohidlikka ega. Zamanimizdagi Reymaxun, Diminaxun, Bakraxun va To'xt Seyit Yusuf qatorliqlar ataqliq balaman mahirlari hisoblanadi. To'xt Seyit Yusufning o'g'li Tursunjon balamanning eng oxirgi varisi va saqlab qoluvchisi. U dadasining bir qo'lliq tarbiyalashi bilan hozir balamanni birdan-bir voyaga yetkazib chalalaydigan sozanda bo'lib qoldi. Tövende Tursunjon To'xt Seyitning ijrosidagi balaman muzikasidan bahra olsizlar.
Qadrli tamaşaçı dostlar, Güldəs proqramımızın bu qismini yaxtırıb köynüңlərə rəhmət. Kelər qismdən davamlıq görüşəyilik. Xeyir xoş.